Eron tunda Isroilning ikkita shahriga qaqshatqich zarbalar berdi. Eron 4000 kilometr uzoqlikdagi Britaniya-Amerika harbiy bazasiga hujum qildi. Putin Trampga jiddiy taklif bilan chiqdi. Starmer britaniyaliklarning hayotini xavf ostiga qo'ydi. Aroqchi Mujtaba Jumbog'i: AQSh va Isroil Eronning haqiqiy yetakchisini izlashga majbur bo'lmoqda. Endi esa batafsil. Ro'za oyida nega vulkan mahsulotini iste'mol qilish kerak? Chunki organizm tozalanish mobaynida vulkan mahsuloti ta'sirlari boshqa oyga nisbatan kuchliroq va tezroq bo'ladi. Prostatadagi yallig'lanish, achishish, og'riq, peshobga tez-tez qatnash va jinsiy zaiflikni samarali davolaydi. Xabarlar o'z nomidan qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmalarga ega bo'ling. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Eron tunda Isroilning ikkita shahriga qaqshatqich zarbalar berdi. Eronning 21-mart kuni kechqurun Isroilning asosiy yadroviy obyekti joylashgan Dimona hamda Arad shaharlariga bergan raketa zarbalari oqibatida 100 dan ortiq kishi tan jarohati oldi. Bu haqda Al Jazeera nashri xabar qilgan. Eron davlat televideniyasi ushbu zarbalarni Natanzdagi uranni boyitish bo'yicha yadroviy majmuasiga qilingan hujumga javob sifatida taqdim etgan. Ikkala shaharda ham mudofaa tizimi raketalarni tutib ola olmagan. Bu 4-haftadan beri davom etayotgan mojarodagi javob qaytarish harakatlarining yangi keskin bosqichi bo'ldi. Aradda raketaning to'g'ridan-to'g'ri tushishi natijasida 9 ta turar joy binosi vayron bo'lgan. Shahar markaziga jiddiy zarar yetgan. Isroil favqulodda xizmatlari ma'lumotiga ko'ra, Aradda kamida 88 kishi jarohatlangan. Ulardan 10 nafarining ahvoli og'ir. Og'ir yaradorlar orasida 5 yoshli qizaloq ham bor. Dimonada esa 12 tagacha zarba qayd etilgan. Ulardan biri to'g'ridan-to'g'ri turar joy binosiga kelib tushgan. Oqibatda 50 dan ortiq kishi yaralangan. Rasmiylar hozircha ikkala shaharda ham halok bo'lganlar haqida xabar bergani yo'q. Vayrongarchiliklar va yaradorlar ko'p. Qurbonlar bo'lmagani esa shunchaki mo'jiza. Armiya vakillari tutib oluvchi raketa nishonga tekiza olmaganini tasdiqlamoqda, deydi isroillik harbiy jurnalist Sergey Auslender. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu hujumlarni izohlarkan, bu oqshomni Isroil uchun og'ir deb atagan va Eronga hujumlarni davom ettirishga yana bir bor va'da bergan. Putin Trampga jiddiy taklif bilan chiqdi. Vladimir Putin Donald Trampga agar AQSh Ukrainaga yordamni to'xtatsa, Eron bilan razvedka ma'lumotlari almashinuvini to'xtatishni taklif qildi. Bu haqda Politico xabar qilgan. Kreml Oq uyga shunday kelishuvni taklif qilgan. Agar AQSh Ukrainaga Rossiya haqidagi razvedka ma'lumotlarini uzatishni to'xtatsa, Moskva ham Eron bilan razvedka ma'lumotlari, jumladan Yaqin Sharqdagi AQSh harbiy obyektlari koordinatalari bilan bo'lishishni to'xtatadi. Politiconing manbalariga tayanib xabar berishicha, bu taklifni Rossiya prezidenti maxsus vakili Kirill Dmitriyev o'tgan hafta Mayamida Donald Trump ma'muriyati vakillari bilan Steve Witko va Jared Kushner bilan o'tkazilgan uchrashuvda bildirib o'tgan. Manbalarga ko'ra, AQSh bu kelishuvni rad etgan. Shunga qaramay bunday taklif Yevropa diplomatlarini xavotirga solgan. Ular Moskva, Yevropa va AQSh o'rtasiga nizo solishga urinayotganidan xavotirda. Eron 4000 kilometr uzoqlikdagi Britaniya-Amerika harbiy bazasiga hujum qildi. AQSh va Buyuk Britaniyaning Hind okeanida joylashgan Diego Garcia qo'shma harbiy bazasi Eron hujumiga uchradi. The Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, eronliklar orolga ikkita ballistik raketa uchirgan. Biroq ulardan biri AQSh harbiy kemasi tomonidan urib tushirilgan. Ikkinchisi esa texnik nosozlik sabab suvga qulagan. Diego Garciaga hujum Qo'shma Shtatlar va mintaqa uchun muhim signal hisoblanadi. Boisi u Eron hududidan taxminan 3800 kilometr uzoqlikda joylashgan bo'lib, AQShning strategik bombardimonchilari saqlanadi. Shu kunga qadar eronliklar ixtiyoridagi eng qudratli raketa 2000 kilometr masofaga parvoz qilishi mumkin deb ishonilardi. Mazkur voqea endi Diego Garcia ham xavfsiz emasligini, qolaversa Eron Yevropaning aksariyat mamlakatlarini nishonga olish mumkinligini ko'rsatadi. Hujum Buyuk Britaniya bosh vaziri Keir Starmer Qo'shma Shtatlarga qirollik harbiy bazalaridan Eronga qarshi foydalanish uchun ruxsat berganidan ko'p o'tmay amalga oshdi. Ba'zi kuzatuvchilarga ko'ra, Tehron Londonga shu orqali javob qaytarmoqchi bo'lgan. Bungacha Britaniya o'z bazalaridan faqat mudofaa xarakteridagi operatsiyalar va ittifoqchilarni himoya qilish uchun foydalanishga ruxsat bergan edi. Starmer britaniyaliklarning hayotini xavf ostiga qo'ydi. Aroqchi
Buyuk Britaniya bosh vaziri Kier Starmer AQShga Eronga hujum qilish uchun Buyuk Britaniya bazalaridan foydalanishga ruxsat berib, Britaniya hayotini xavf ostiga qo'ydi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Araqchi bu haqda o'zining ijtimoiy tarmoq sahifasida yozgan. Araqchining so'zlariga ko'ra, britaniyaliklarning aksariyati Londonning Isroil va AQSh tomonidan olib borilayotgan Eronga qarshi urushda ishtirok etishini qo'llab-quvvatlamaydi. O'z xalqini e'tiborsiz qoldirib, Starmer Buyuk Britaniya bazalaridan Eronga qarshi tajovuz uchun foydalanishga ruxsat berib, Britaniya hayotini xavf ostiga qo'ymoqda. Eron o'zini himoya qilish huquqidan foydalanadi. Eron vazirining bayonoti Britaniya hukumatining AQShga Britaniya hududidagi harbiy bazalardan foydalanib, Erondagi nishonlarga zarba berishga ruxsat berish to'g'risidagi qaroriga munosabat edi. Bu bazalar Hormuz bo'g'ozidagi kemalarni, shuningdek, qo'shni davlatlarning infratuzilmasini o'qqa tutmoqda. Mujtaba Jumbog'i AQSh va Isroilni Eronning haqiqiy yetakchisini izlashga majbur qilmoqda. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi va Isroilning Mossad razvedkasi Eronning yangi oliy rahbari deb e'lon qilingan Mujtaba Xomonayn haqiqatdan ham mamlakat rahbariga aylangani haqida tasdiq olishga harakat qilmoqda. O'ldirilgan Ali Xomonayn o'g'lining rahbar sifatidagi salohiyatiga shubha uning uzoq vaqt davomida jamoatchilik oldida ko'rinish bermagani tufayli paydo bo'ldi. Bu haqda Axios manbalariga tayanib xabar berdi. Mujtaba AQSh va Isroil harbiy operatsiyasi boshlanganidan beri yo'qolib qoldi. Uning 12-mart kuni xalqqa murojaati boshlovchi tomonidan o'qib eshittirildi. Yana bir murojaat 20-mart kuni tarqatildi. Axios manbalariga ko'ra, Amerika va Isroil maxsus xizmatlari Mujtabaning Navro'z bayrami munosabati bilan chiqish qilishini kutgan. Biroq yakunda faqat yozma bayonot e'lon qilindi. Bizda aynan u buyruq berayotgani haqida hech qanday dalil yo'q, deb nashr Isroilning yuqori martabali amaldorlaridan iqtibos keltirdi. Axios suhbatdoshlaridan yana biri vaziyatni o'ta g'alati deb atadi. Biz eronliklar marhumni oliy yetakchi sifatida saylash uchun shuncha mashaqqatlarga boradi deb o'ylamaymiz. Biroq shu bilan birga bizda uning mamlakatni boshqarayotgani haqida dalillar yo'q. Uning aytishicha, Markaziy razvedka boshqarmasi Navro'z bayrami munosabati bilan e'lon qilingan kichik Xomonayn suratlari yangiligini tekshirishga harakat qilmoqda. Axios suhbatdoshining ta'kidlashicha, Eron prezidenti Masud Pezeshkian o'z navbatida video murojaat yo'llagan. Biz Mujtabani hech bo'lmaganda qanday ko'rinishda bo'lsa ham ko'rishni xohlagandik, lekin u ko'rinish bermadi va bu xavotirli signal, deb xulosa qildi manba. Reuters mart oyi boshida Mujtaba Xomonayn 28-mart kuni AQSh va Isroilning Eronga bergan birinchi zarbasi chog'ida yengil jarohat olgani haqida xabar bergan edi.